Olovni quvvatini bugun sizlarga ko'rsatib beramiz do'stlar. Eksperiment. Qaranglar, buni stakanimiz ichida hech narsa yo'q. Bunisini esa ichida suv bor. Suvli qog'oz yonadimi yo'qmi? Qaranglar. Qaranglar. Sirrazu yondi mana. Guvla yonib ketdi. Endi suvligini yoqamiz. Qaranglar. Teshiladimi yo'qmi? Qarab turinglar. İçida suv qaynashni boshladi, lekin teshilmayapti do'stlar. Umuman teshilishdan xabari ham yo'q. Bunisi esa yonib tugab bo'ldi. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Yonib ketadimi yo'qmi? Tepasini yoqib ko'ramiz. Tepasi yondi do'stlar. Lekin o'zi yonmayapti. Buni balandlatamiz, eng baland ovozga qo'yamiz do'stlar. Shunda ham do'stlar qaranglar, suv ichida qaynashni boshlayapti. Ya'ni suv varaqlayapti. Bu nima degani do'stlar? Bu degani ichidagi suv issiqqina bo'ldi. Xuddi shu tarzda do'stlar bizga katyollarimiz ishlaydi do'stlar. Katyollarimizni ichida katyollarimiz yonmaydi, lekin ichidagi suv zo'r qaynaydi. Hozirgi paytda eng zamonaviy sizlarga katyol tushuntirib beraman do'stlar. Juda ko'p odam mana shunaqa ko'mirli katyol olayotganda xato qilib qo'yapti do'stlar. Avval Buvayda Titan ham shu katyollarni ishlab chiqargan, lekin juda ham ko'p g'alabalar bo'lgani uchun, to'ldirish qiyin bo'lganligi uchun bu katyollar отказ qilib, hozirgi paytda eng zamonaviy Buvayda Titan katyollari shu paytgacha bilinmaydi. 5000 ta yasab olishgan bo'lsa, kuniga 10 ta 20 ta chiqadi do'stlar katyol. Endi qanaqa katyol tanlash kerak do'stlar? Xohlasangiz Buvayda Titandan oling, xohlasangiz boshqa joydan oling. Qanaqa olsangiz do'stlar, e'tibor qaratinglar. Mana shu joyini qaranglar. Ya'ni bu listovoy katyol. Listovoy katyol degani, ya'ni havo mana bu yerda issiqlik yonadi. Yongandan keyin bu tepaga ko'tariladi. Keyin yana ichkariga o'tib, ya'ni havo mana shunaqasiga aylanishni boshlaydi. Agar hozir bizda tayyori bo'lsa, shu yerda ko'rsatishga harakat qilaman. Qani operator baqa kelingchi. Tayyorimiz yo'q ekan do'stlar, afsuski yo'q ekan do'stlar. Bu yerda ko'rsatib desam, ya'ni qaysi ma'noda mana qaranglar. Mana bu yerda issiqlik yonadi. Issiqlik u tomonga ketadi, u tomondan bu yoqqa qaytib keladi. Qaytib kelib yana bu yerdan chiqadi. Bu yerdan chiqadi, bu yerda qopqoq bo'ladi, bu yerdan yana ichkariga kirib ketadi. Ichkaridan kirib, ya'ni issiqlik zigzag mana shunaqasiga aylanmachasiga yurishni xohlaydi va shuni hisobiga. Endi xuddi shunaqa Buvayda Titan katyollarida o'rnida boshqa katyollar ham bor do'stlar. Endi men ularni yomon demayman. Bular ham shunaqa chiqargan. Mamutlarda do'stlar trubalari bor. Ya'ni 5 ta 6 truba qo'yilgan. Bu yog'i listovoy, bu yog'i truba. Men yomonlashdi deyotganim, men xatolarni gapirishga harakat qilyapman. Aynan shunaqa katyollar do'stlar juda ham Buvayda Titan katyollarga diqqat qilib o'rishgan ustalarni. Sabab mana ularning ichi to'lib qoladi. Uni ichini tozalaymansiz qiyin. Buni esa tozalash oson. Ikkita temir bilan bunday qilsangiz ichiga tushib ketadi, pastdan shuni tegishtirib olaverasiz. Buni tozalash oson, tezda. Ketsa bir 3 minutda tozalab qo'yasiz. Uni tozalash qiyin. Ham juda ham tez to'lib qolayotganlik hisobiga ularda yonish, ya'ni KPDsi past chiqyapti. Bu bir. Ikkinchidan e'tibor qaratinglar. Olib keling operator mana. Mana. Ko'ringlar mana. Paket ichida mana. Do'stlar, eshitdinglar. Bu nima deydigan bo'lsalaring, bu aynan chugunli ruchkalar. Buvayda Titan katyollari hammasi bilan farq qiladigan aynan chugunli ruchkasi bilan farq qiladi. Chunki chugunli ruchka faqat Buvayda Titanda bor, boshqalarda yo'q do'stlar. Boshqalar lazerda mana shu ruchkani mana ko'ryapsizlarmi, og'irligini? Ruchkani lazerda kesib qo'yishadi. Ha, lazerda ruchka bo'lmaydimi Oybek? Meniki lazer deyotgan bo'lsang, lazerdagi bo'ladi do'stlar. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kimda shunaqa narsalar chiqqan muammolar? Haqiqatda shunaqa muammolar chiqqan bo'lsa, iltimos yozinglar, shu haqiqat xalqimiz bilsin, qiynalmasin. Nimaga ruchka lazerligi bo'lmaydi deyotganim? Chunki mana u ruchkani kesganlarni mana qisasiz. Qisildi, maqsad qisilish mana atrofidan issiqlik chiqib ketmasligi uchun. Endi qaranglar. Buvayda Titanning o'zi ichiga anaqa nima chiqishganligi, nima deydi? Petlama latta bor, yonmaydigan lattani tiqishgan. Big'ib bo'lib bekiladi. Mana u ruchka har safar ochib tozalaganingizda ochasiz, yopasiz, ochasiz, yopasiz. Shuni hisobiga nariga lazerda kesilgan 7 lik, 8 lik ham qilib ko'rishdi, qalinlik ham qilib ko'rishdi do'stlar, effekt bermadi. Nimani qilsam, ochilib yopilgandan keyin magnetlardan tutun chiqishni boshladi. Ya'ni qopqoq yaxshi bekilmay qo'ydi. Shuni hisobiga Buvayda Titanlar aynan boshqa zavoddan
ko'rgan bo'lsalaring, ana nimani zakaz qilishadi, ruchkalarni. O'shuning uchun kotel qilayotgan paytlar e'tibor qaratinglar. Aynan shu ruchkalari mayli boshqa firma bo'lsa ham kotel nimali bo'lsin, do'stlar. Chunki qancha bu temirli bo'lsa, shuncha temir bilasizlar, magnitda necha gradus bo'ladi sizlar? Shunaqa zo'r yonib beradi, yongandan keyin mana tomoni qizishni boshlaydi. Qoppog'i mana. O'zi qoppoq ham uteplonniy qilingan. Qoppoqning tashqarisi ham uteplonniy qilingan, ya'ni issiq tashqariga chiqib ketmaydigan qilingan. Shuni hisobiga issiqlikni o'zi ushlab qolish. Maksimal darajada kotel shunaqa ishlanganki, issiqlikni nima qilsa ham o'zida ushlab qolish. Tashqariga umuman maksimal issiqlik. Berayotgan issiqlikni ham ushlab qolish maqsadida qaranglar. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qatordan o'tib turib, keyin tashqariga chiqib ketadi havo. Shunchaki havo chiqib ketmaydi. Ya'ni 6 bosqich o'tgandan keyin isadi. Endi narxlari necha pul bo'lyapti bu kotel? Do'stlar, narxlari eng arzoni hozirgi paytda 100 kvadratga moslangani bor, taxminan 10 kilovat deyshadi. Ana shu 10 kilovatlarda bir $1000 atrofida 13 million 12 million so'm, O'zbekistonda 12 million so'm, chet elga Tojikiston, Qirg'iziston bizni kuzatayotgan bo'lsa, biz chetda biz like qo'yib qo'yinglar. $1000 dan sotishyapti. Endi qaysinisini uyga olish kerak deydigan bo'lsalaring, tavsiya ko'proq berilyapti mana. Buni 20. Bunisi jicha qimmatroq, bir $200-300 farq qiladi. Necha pulligini ekranda yozsalaring chiqadi. Bunisi mana 500lik. 500lik juda katta hovli uylarga, misol uchun Tojikistonga 2000 kvadrat metr hovli uylarga olib ketishdi do'stlar. Bu undan kattaroq. Bu 500ligi, bunisi 200ligi. Ya'ni 200 kvadrat metrga hisoblangan. Endi kvadrat metrda hisob kitob qilayotgan paytda 200 kvadrat metr uyim shunga qarab olamanmi deydigan bo'lsangiz, yo'q do'stlar, buni qilib olmaysizlar. Bu o'ta juda katta xato bo'ladi. Chunki hozirgi paytda har bitta xonadonda to'pli pollar bor. Ya'ni to'pli pol degani bilsangiz, haligi shlankada yerda issiq qilib qo'yishadi. O'shanaqa issiq yerlar to'pli pol deydi. Kim bilmagan bo'lsa, men bilmasdim deb like qo'yib kommentariy yozib qo'yinglar. To'pli pol bor 200 kvadrat metrga do'stlar, bu kamlik qiladi. Bu yetmaydi. Nima uchun? Chunki to'pli pol rasxodni 50% dan 60% gacha qilib yoradi va shuni hisobiga rasxod ko'p oladi. Endi agar uyingiz taxminan bir 150 kvadrat metr bo'lsa, uning ichida to'pli pol bo'ladigan bo'lsa, mana shu 200 ligi sizga to'g'ri keladi. Undan nimasi to'g'ri kelmaydi do'stlar. Undan kattarog'ini olishlarga tavsiya etiladi. Bitta yaxshi tomoni ko'mirda kukunini. Endi biz uyni o'rganib chiqdik. Bitta yoqqan odamni oldiga borib keldik. Shu yerda vodiyda, Marg'ilonda yoqyapti bir akamiz. Mana shu bundan kattarog'ini 300 ligini olganlar, 2 etajli uyga olganlar. Rasxod kuniga 30-35 kilo bo'lyapti. Hozirgi paytda chillaning ichida. Anomal sovuq bo'lsa 40 kilogacha bo'lishi mumkin ekan. Endi birinchi etajga do'stlar, polni hamyoda isitayaptilar. Shuni hisobiga uy issiq turibdi do'stlar. Endi yoqayotgan ko'miri, ya'ni semichka deyiladi. Bizda Qozog'iston nimasini, Qirg'iziston ko'miri bilan Angren ko'mirini xokasini, xoka deyiladigan. Xoka bu do'stlar, xoka bu ko'mirda kukuni. Ko'mirda kukuni bilan semichkani aralashtirib yoqishyapti. Shuni hisobiga do'stlar ishlatishyapti. Sizlarga ham tavsiya shunaqa. Kimdan kim bu vaqtda titan kotellar sotib olmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlar qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qanday savollaring bo'lsa, shu savolga bersalaring, xudo xolisa berishadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, kommentariy yozib qo'yinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Siz shunaqa kotel yoqyapsizmi, effekt beryaptimi, yo'qmi? Buni ham o'z fikringizni kommentariy yozib qoldiring.